Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Barakat. Ko'rmaslar tinchliklar. Xushkepsiz. Hashariga kelyapmiz. Subhanalloh. Qayerdan kelyapsiz? Andijonda, marhamatdan. Shu 14 kun ishlagani keldim. Nega 14 kun? Chunki o'tgan bobomlar bor, enamlar bor. Shularga bir kundan ishlamoqchiman. Subhanalloh. Moskvada ishlab yurganimda sizlarni ko'rib havas qilardim, ixlos qilardim. Allohga hamd bo'lsin, men sizlarni ko'rib, bu yerda ko'rib juda xursandman. Kelibsiz-da, hamma tarbiyachilik ko'rib. Endi nima qilib tayyorlanib keldik-da. 2 haftalik qilib kelgan bo'lsangiz 2 dunyolik savob olib keting. Rahmat, Xudo xohlasa. Alloh razı Allohlarga shukr. Andijonning marhamatidanmisiz? Marhamatdaman. Jannatdagi qasrlarga ham marhamat. Marhamat.